Zo'r vaqt edi-da o'zi ham. Mashina qara xotin. Zo'r ekan-a? Onasi qachon olar ekanmiz ham shunaqa mashina? Olamiz dadasi, Xudo xohlasa. Katta bo'lsam o'zim beraman shunaqa mashina. Ay, mashalloh. Rahmat o'g'lim. Menga qara. Olib beraman o'sha matoqingni. Jonimga tegib ketding. Tinchlik bormi o'ziga yo'qmi? Olib berasiz-da, dugonalarimni eriga qarang, yiliga 2-3 marta sayohatga olib chiqadi. Tagiga mashina olib berib qo'ydi. Siz nima qildingiz men uchun? Men bilaman bu odam mashinasini qanaqa yo'l bilan olganini. Qanaqa yo'l bilan olgan ekan? Qanaqa yo'l bilan olardi? Xotinni duo qilganda. Dadasi, men ham siz duo qilaman-ku. Yaxshilab duo qilishing kerak. Qattiqroq duo qilishing kerak bunday katta mashina olish. Dadajon, Ha qizim. biz ham shunaqa mashina olaylik. Jigulimi? Bizani mashinamiz ancha yaxshi-ku undan. To'g'ri, bizning mashinamiz zo'r, lekin ular mashinasida baxt bor ekan. Men ham shunaqa baxt xohlayman. Lekin ular mashinasida baxt bor ekan.